Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi korxona iqtisodiyoti fani bo'yicha maslahat darsimizni boshlaymiz. Dastlab iqtisodiyot deganimizni o'zi nima? Shunga bir to'xtalib o'tsak, ya'ni korxona iqtisodiyoti haqida gaplashishdan oldin, ya'ni korxona iqtisodiyotini bilishdan oldin iqtisodiyotni o'zi nima ekanligini bir esimizga tushirib olsak. Ya'ni iqtisodiyot deganimiz bu hammamiz bilamiz, tabiatda resurslar cheklangan. Lekin inson tabiatidan ular shunday, ular hech qachon to'yilmaydi. Ya'ni bir narsaga erishgandan keyin, bir narsani iste'mol qilgandan keyin shu bilan kifoya qilib qo'ymaydi. Ya'ni ular yana ham boshqa narsani xohlashadi. Ya'ni insonni xohishi, ularning muhtojligi nima qilingan cheklanmagan, ular cheksiz bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiyot deganimizni o'zi shu cheklangan resurslar sharoitida cheksiz ehtiyojlarni qondirish. Bunaqa cheksiz ehtiyojlarni qanaqa qilib qondiramiz agarda resurslar cheklangan bo'lsa? Ya'ni bu savolga iqtisodiyot sohasi javob beradi. Ya'ni resurslar cheklangan deb qarab o'tirish yo'q. Cheklangan bo'lsa ham insonlarning ehtiyojlari qondirilishi kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Iqtisodiyotni ikkita katta sohaga bo'lamiz. Ularni birinchisi ishlab chiqarish bo'lsa, ikkinchisi xizmat ko'rsatish sohasi. Mana shu ikkita katta sohada amalga oshiriladigan ilojlarni hammasi bizga iqtisodiyot degan katta sohani tushunishimizga yordam beradi. Ya'ni ishlab chiqarish sohasi deganida shu masalan hamma narsa tushuniladi. Ustimizda kiyib yurgan kiyim-kechak, iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarimiz, shu o'tirgan parta stullarimiz, shu zdaniya, mebellar, hamma narsa nima qiladi? Ishlab chiqariladi. Endi xizmat ko'rsatish sohasi haqida aytadigan bo'lsak, xizmat ko'rsatish sohasiga nimalar kiradi? Ularga meditsinalik tibbiy yordam ko'rsatish, bilimlantirish tarovi, undan keyin masalan kafe, restoranlarga boramiz, shular, taksilar, marshrutlar, ularni hammasi nima qiladi? Shu xalqqa xizmat ko'rsatadi, ya'ni ular hech nima ishlab chiqarishmaydi. Endi shu aytib o'tgan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshiriladigan shu ilojlarni hammasi iqtisodiyot deb nomlanadi. Ya'ni shu jarayonlar orqasida iqtisodiyot shakllangan. Endi korxona iqtisodiyoti haqida gapiradigan bo'lsak, korxonada asosan ishlab chiqarish sohasida bo'lishi ham mumkin yoki xizmat ko'rsatish korxonasi ham bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatish korxonasi yoki aslida korxona emas, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular asosan firma deb nomlanadi. Agar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, unaqa muhokamalar korxona deb yuritiladi. Endi xizmat ko'rsatish. Banklar xizmat ko'rsatishga kiradi. Endi ishlab chiqarishda korxona iqtisodiyotida biror narsa ishlab chiqarish uchun korxona iqtisodiyotida asosiy narsa bu ozgina xarajat bilan ko'p foydaga chiqish, ya'ni xarajatlarni boshqara bilish. Korxona egasi, ya'ni iqtisodchi eng birinchi navbatda o'zini xarajatlarini boshqarib bilishi kerak. Xarajatlarni boshqarib bilish degani nima degani? Bu finansiy gрамотность, ya'ni shu pul bo'yicha savodxonlikka ega bo'lish kerak. Agarda korxona egasi qanchalik bilimli bo'lsa ham, qanchama harakatchan, ishchan bo'lsa ham, shuncha korxonaga kelgan foydani, shunaqa daromadni, ko'p pulni boshqara olmasa, uni to'g'ri taqsimlay olmasa, ko'p foyda ko'rganni nimasi yo'q. Foydasi yo'q agar xarajatlarni boshqarib bilmasa. Endi xarajatlarni boshqarish deymiz. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak,
ikkita korxona bitta narsa ishlab chiqaradi, lekin birinchi korxona xarajatlarni yaxshi boshqaradi va ikkinchi korxonaga qaraganda ko'p foyda topadi. Demak, o'zi umrda shunaqa-ku, qanchalik odam ko'p maosh topsin, qanchalik daromad topsin, lekin ularni to'g'ri sarflamasa, to'g'ri taqsimlamasa, shuncha ishlagani bilan shuncha ko'p pul topgani bu hammasi befoyda. Ya'ni pulni kelib turgan daromadni aql bilan foydalanib bilish kerak. Korxona iqtisodiyotining eng birinchi asosiy faktorlardan biri ham shu, ya'ni xarajatlarni aqlga muvofiq boshqarib bilish kerak. Ikkinchi narsa bu vaqt. Vaqt iqtisodiyotda asosan korxona iqtisodiyoti haqida gap ketganda bu muhim iqtisodiy faktor, ya'ni resurs bo'lib hisoblanadi. Nima uchun? Chunki korxonada asosan ular ishlab chiqarish sohasida xizmat ko'rsatgani uchun, ya'ni ularga o'zlariga shunday quyidagi savollarni berish kerak. Любой ekonomist, shu korxonada ishlab chiqarish jarayoni bilan shug'ullanadigan ekonomist. Nima ishlab chiqaraman, qachon ishlab chiqaraman va qayerda kim uchun ishlab chiqaraman? Mana shu to'rtta savolga javob topgandan keyin bo'lib borib, shu ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni qanaqa tovarni kim uchun, qayerda ishlab chiqaradi, uni kimga sotadi? Shu ishni boshlamasdan oldin shu savollarga javob topilib, keyin ishga kirishsa, shunda samaraliroq bo'lib chiqadi ish faoliyati. Agarda iqtisodchi shu korxona egasi nima ishlab chiqarishni biladi-yu, lekin qayerda sotish kerak, kimlarga sotish kerak, shularni bilmasa, unda vaqtdan yutqizadi. Shuning uchun ham vaqt bu o'zini vaqtida ishlab chiqarish kerak, vaqtida shu klientga sotish kerak. Asosan shu vaqt muhim iqtisodiy resurs bo'lib hisoblanadi. Undan keyin korxona egasi o'zinglar bilasizlar, bugungi kunda 21-asrda zamonaviy iqtisodiyot degan tushuncha bor. Zamonaviy iqtisodiyot degani bu teoriyani o'qigan teoriyasini amaliyotda qo'llanib bilishi kerak. Masalan, IA sun'iy intellekt deb aytamiz. Sun'iy intellektni tushunish kerak, sun'iy intellekt bilan ishlashni bilish kerak. Chunki korxonada narsa, tovar ishlab chiqarilgandan keyin uni nima qilish kerak? Reklamasi kerak. Yaxshi reklama bo'lsa, masalan, dunyoga taniqli Coca-Cola kompaniyasini bilamiz. Coca-Cola kompaniyasi o'zining topgan daromadining 1 yilda topgan daromadini 50% reklamaga ishlatadi. 50% reklamaga ishlatish ham bu juda ham katta xarajat hisoblanadi. Coca-Cola'ni reklamasini ko'rsangiz, odamga boshqacha ta'sir qiladi. Uni reklamani ham ishlaydigan o'zining odamlar, ya'ni psixologlar bo'lishadi. Uni nima uchun psixologlar reklama ishlaganda psixologlar jalb qilinadi? Chunki Coca-Cola'ni reklamasini ko'rgan bo'lsanglar, oila atrofida hamma jam bo'lib, anaqa uyutniy atmosfera bo'ladi-ku, shunaqa. Yoki asosan Yangi yil arafasida har yilda agar nazar tashlagan bo'lsanglar, yana alohida nima qilinadi? Reklama ishlab chiqariladi. U ham ko'rganingizda odamga boshqacha nima beradi? Kayfiyat bag'ishlaydi. Shuning uchun reklamaga yaxshi reklamaga asos qo'yish uchun ham bugungi kunda yaxshi rivojlangan. Shu ni yaxshi tushunishi kerak. Agar korxona egasi o'zi bilan ishlashni bilmasa, shu bilan ishlashni biladigan nima qilish kerak? Mutaxassislarni jalb qilishi kerak. Ya'ni o'zini ishlab chiqarayotgan tovarni bugungi kungi talabga javob beradigan darajada nima qilish kerak? Sota olishi kerak. Ya'ni keng ko'lamda tarqatishi, tanitishi kerak bo'ladi o'zini tovarini. Undan keyin konkurensiya bor yerda, ya'ni raqobat bor yerda nima bo'ladi? Rivojlanish bo'ladi. Konkurentlardan qo'rqmaslik kerak. Ularga neytralni qarab bilish kerak. Hamma vaqtda korxona egasi, iqtisodchi bir narsaga tayyor turishi kerak. Agarda o'zini shu planlashtirgan, rejalashtirilgan narsasi o'xshamay qolsa, konkurentlardan yengilib qolsa, ya'ni ulardan ortda qolib ketsa, nima qilish kerak? Psixologik tarafdan o'zini oldirib qo'ymaslik kerak. Ya'ni tayyor turishi kerak moralniy tarafdan. Undan keyin
konkurentlardan o'zib ketishi uchun ularga noqonuniy narsalarni qilmaslik kerak, hurmat qilish kerak konkurentlarni ham. Ulardan o'zib ketishi uchun yoki konkurentlarni sindirish uchun korxona egasiga kuchli bilim va albatta bir chet tillarni bilish kerak. Bu ham juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Hozir misol tariqasida bitta misol keltirib o'taman. Undan keyin bozorni yaxshi tahlil qilishni bilish kerak. Masalan, o'zini raqobatchisi bor, ikkalasi ham bitta tovar ishlab chiqaradi. U tovarni ishlab chiqarishni qanday yo'lga qo'ygan, qanday bozorga kirib kelgan, klientlarni qanday to'plagan, bozorga nima sotayotgan tovarni qanday qilib sotyapti, reklamasi qanday, o'shalarni analiz qilishni bilish kerak, ya'ni hurmatni saqlagan holda. Undan keyin masalan O'zbekistonda shunaqa bir tur agentstvalar bor. Birinchisi faqatgina O'zbekiston fuqarolari uchun nima qiladi, tur paketlarini sotadi. Bu xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha aytyapman. Ikkinchisi faqatgina chet ellik turistlar uchun xizmat ko'rsatadi. Endi qarasanglar, solishtirib ko'radigan bo'lsak, faqat O'zbekiston fuqarolari uchun xizmat ko'rsatadigan shu tur agentstvalar, ularda ishlaydigan shu xizmatchilar ham nima qilishadi, ingliz tilini ular bilishmaydi. Shuning uchun ham ularda narxlar anchagina past bo'ladi. Masalan, eng minimumi 200 ming bo'lishi mumkin, eng ko'pi bilan 500-600 ming bo'lishi mumkin. Lekin faqat turistlarga xizmat ko'rsatadigan tur agentstvalarni qarasak, u korxona egasi, shu firma egasi nimani, rus tilini, ingliz tilini yaxshi bilishadi, ya'ni o'rgangan. O'shaning uchun ham chet ellik turistlarni ular nima qilib o'zlari bilan olib yurishadi, sayohatga olib chiqishadi. Endi turistlar bilan ishlashgandan keyin nima qiladi? Ular shu o'zini xizmatiga pulni dollarda olishadi. Bu ham korxona egasiga foyda, ham mamlakat uchun ham foyda. Chunki ularni nimasi, puli shu dollari mamlakatni ichida, ya'ni dollar bu valyuta, chet el valyutasi, chet el valyutasi mamlakatda qoladi. Bu ham davlatning iqtisodiyotiga katta foyda hisoblanadi. Undan keyin bu yerda nima demoqchiman, birgina chet tilini bilishni orqasida korxona egasi shuncha daromad, ya'ni o'zini konkurentlariga qaraganda o'zini ishini yaxshi yo'lga qo'ygan va ularga qaraganda nima qiladi, ko'p foydaga chiqadi. Men o'zim shu ikkalasini tanlab ko'rganmanda, shu xizmatdan foydalanib ko'rganman. Birinchisida narxi arzon sababi u yerda shu xizmat turi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Masalan, sayohat davomida sayohatga chiqsanglar, u yerda ko'plagan qulayliklar yaratilmagan shu klient uchun. Lekin chet ellik turistlarga xizmat ko'rsatadigan shu turistik agentstva solishtirganda, u yerda klientga nima kerak yo'lda, asob-uskuna kerakmi, oziq-ovqat kerakmi, kiyim-kechak kerakmi, nima kerak bo'lsa, ya'ni boshqa transfert kerakmi, transfer xizmatlari hammasi yo'lga qo'yilgan va hammasi shu summani ichida. Masalan, 2 million bo'lishi mumkin. Bu boyagi faqat o'zbekistonliklar uchun, xalq uchun xizmat ko'rsatadigan turda narxi 200 ming bo'lsa, u turda 2 million bo'lishi mumkin-da. 2 million bo'lgani bilan hamma narsa turistga nima kerak bo'lsa, yo'lda sayohat davomida hammasi shu paketni ichiga kiritilgan. Ya'ni borib kelgan turist afsuslanmaydi puliga. Shunaqa sharoitlar yaratib berilgan. Korxona iqtisodiyotida ham shunaqa, klientni psixologiyasini yaxshi bilish kerak, o'rganib chiqish kerak. Ya'ni u nimani xohlayapti, nimani xohlaydi va nimani xohlab qolishi mumkin. Oldindan buni o'rganish orqali, analiz qilish orqali bizlar bozorni o'rgangan hisoblanamiz. Chunki bozorda asosan biz nima bilan, kimlar bilan ishlaymiz? Shu klientlar bilan ishlaymiz. Ularning psixologiyasini o'rganish orqali biz bu ham bozorni bir nimasiga kiradi. Bozorni analiz qilish, uni segmentlarga bo'lib o'rganish va tahlil qilish. Undan keyin korxona iqtisodiyotida korxona egasi riskovat etishni bilish kerak. Riskovat qilganda qanaqa bo'ladi? Masalan, hech qanaqa strategiyasiz, taktikasiz
Va hech qanaqa rejalarsiz riskovat qilib yuborish bu ahmoqlik hisoblanadi. Ya'ni sen hech nimani bilmaysan, shunchaki o'ylamay bosish bu biznesda bankrotga olib keladi. Shuning uchun riskovat qilganda ham seni o'zini suyanadigan bitta planing, rejang, strategiyang bo'lishi kerak. Nimagadir suyangan holda riskovat qilish kerak. Unaqa qilish uchun korxona egasiga bilim kerak. Ya'ni o'zini o'rgangan, universitetda o'qigan narsalarni, ya'ni teoriyasini amaliyotda qo'llanib bilishi kerak. Teoriya bilan amaliyotni bir-biri bilan bog'lagan holda unda nima shakllanadi? Qoraqalpog'istonda ko'nlikpe deb aytadi-ku, o'zbekchada qanday bo'ladi? Ko'nlikpe, ko'nikma bo'ladimi? Tajriba paydo bo'ladida, teoriya bilan praktikani bir bilan bog'lash orqali unda tajriba paydo bo'ladi. Ya'ni tajriba kerak, tilni yaxshi bilish kerak, birgina chet tilini bilish orqali konkurentlardan o'zib ketishi yoki ularni sindirishi bu juda ham muhim. Yoki kelajakda chet ellik investorlar bilan birga ishlashsa, shu o'zini korxonasini nima qiladi? Kengaytiradi. Любой ekonomist, любой biznesmen yoki любой ishbilarmon o'zini tovarini chet elga, ya'ni dunyo bozoriga olib chiqishni xohlaydi. Faqat shu davlat chetidagi bozorda emas, chet el bozoriga ham olib chiqishni xohlaydi. Chunki chet el bozoriga o'zinglarni tovarni olib chiqsanglar, bu judayam ko'p imkoniyatni beradi shu korxonani kengaytirish uchun. Buning uchun korxona egasining o'zi chet tilini bilishi kerak. Undan keyin korxona egasi u egasini o'zi ham, uni chiqarayotgan tovari ham bugungi zamonni talabiga javob berishi kerak. Faqat sifatli bo'lganmi foydasi yo'q. Agarda tovar shu mijozni stiliga, uning xohishiga to'g'ri kelmasa. Shuning uchun mijozni stilini, uni xohishlarini ham inobatga olish kerak. Undan keyin korxona egasi bugungi kun talablarga javob berish deganda nimani misol qilib keltirsak bo'ladi? Kompyuter savodxonligi. Hozir endi ishonish qiyin, lekin uchraydi unaqa insonlar ham. Kompyuter savodxonligi bilganda основной Wordni, Excelni yaxshi bilish kerak. Shu Excelni yaxshi bilmagan korxona egasi yoki ekonomist nima qiladi? O'zlarini buxgalteriyalik otчетlarini buxgalter yollab, unga pul berib tayyorlashadi. Agarda sizlar o'zlaringiz ertaga korxona egasi bo'lsanglar, shu buxgalteriyani, Excelni yaxshi tushuncha bo'lsa, o'zlaringiz ishlasangiz nima bo'ladi? U buxgalterga beriladigan pul ham korxonani o'zida qoladi. Ya'ni lishniy xarajat qilmaysizlar. Korxonani boshida aytganimizdek, eng muhim faktorlarning biri ham shu xarajatlarni kam xarajat sarflash, iloji boricha kam xarajat orqali ko'proq foydaga chiqish. Yana nimalarni aytsa bo'ladi? Savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lsa, qiziqtirgan so'raylar. Monopoliya degan bu shunaqa narsa, masalan, O'zbekistonda GMni misol qilib keltirsak bo'ladi. O'tgan GM oldinlari O'zbekistonga chet ellik mashinani import qilmasdi. O'zbekiston Respublikasi faqat GM bor edi. O'zbekistonda mashina ishlab chiqaradigan katta zavod, ya'ni korxona. Faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarni xalq sotib olardi va u korxona nima qilardi? O'zi bir paytlar bo'ldi-ku, yodingizdanmi, mashinalarning narxi oshib ketdi. O'sha paytda xalq norozi bo'ldi, lekin monopoliya degan shunaqa narsa, bozorda sen yagona, ya'ni mono degan bu faqat men degan ma'noni bildiradi. Bitta degan ma'noni bildiradi. Bozorda bittagina shu mashinani ishlab chiqaradigan faqat GM edi. U xohlaganicha shu o'zini tovariga nima qo'yadi? Narx qo'yib oladi. U xalq xohlasa ham, xohlamasa ham nima qiladi? Majbur bo'ladi shuni sotib olishga. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda boshqa mashina ishlab chiqaradigan nima yo'q? Korxona yo'q. Monopoliya degani shu. Bozorda faqat bittagina korxona egalik qiladi.
Endi monopoliya aslida yaxshi narsa emas. Monopoliyaga qarshi siyosat olib boradigan davlatni o'zini nimalari bor, tashkilotlari bor. Monopoliyaga qarshi kurashish, u bo'yicha mamlakatning o'zining qarorlari, zakonlari bor. Har yilda ishlab chiqiladi, ko'rib chiqiladi. Ertaga imtihonda masalan tayyorlanmagan, tushunmagan, bilmagan savollar tushib qolsa, anaqa panikaga berilish shart emas. O'zlaringiz shu 4 yil davomida o'qigan narsalaringiz bor, iqtisodiyot haqida umumiy bir tushunchalaringiz bor, o'shalarni shu savolga moslashtirgan holda javob bersanglar, o'zi o'qigan narsalaringiz yodingizga tushib boshlaydi. Eng asosiysi panika qilish shart emas. Iloji boricha qo'ldan kelgancha savollarga javob berishga harakat qilinglar. Man bu savolni javobini bilmayman deb chiqib ketgandan ko'ra, o'zlaringizni bilgan narsalaringizni aytib bersangiz, ball olasizlar-da. Bu ham sizni foydangizga ishlaydi. Agarda dim javob bera olmayapsizlar, aytsangiz bo'ladi. Man shu savolni bunaqa tarafidan javob bera olaman. Uni o'rniga bilgan narsani, mana bu narsani bilaman, shuni aytib bersam bo'ladimi desangiz ham yo'q deyishmaydi. Lekin bilmayman degan javobni iloji boricha aytmaslik kerak. Karantin vaqtida vrachlar aytishardi-ku, Ibn aytgan, agarda siz kasal bo'lgan paytingizda vahimaga berilmasangiz, panikaga berilmasangiz, nima deydi, siz shu kasallikni yarmini yengib o'tdim deb hisoblayvering deb. Imtihon ham shunaqa narsa. Panika qilish shart emas, переживать qilish ham shart emas, lekin qo'lingizdan kelgancha tayyorlaning. Miyaga nagrузка qilish kerak emas. Imtihonga bir kun qolganda o'zimni как ustoz sifatida o'zim bunaqa etaplardan, imtihonlardan o'tganman. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, tunda yaxshi uxlash kerak. Telefonni qo'yib qo'yasizlar. Bir kun yaxshi uxlash kerak, chunki uyqu juda katta ahamiyat. Yo'q, yaxshi tayyorlanish kerakda. Bir kun qolganda shu hech nima bilan shug'ullanish kerak emas, shu fan bilan. Baribir yodlaganingiz bilan ham u esingizda qolmaydi. Chunki siz anaqa vahima qilib, переживать qilib tayyorgarlik ko'rasiz-da unga. Baribir miyada qolmaydi. Miya переживать etib, o'qigan narsalarni baribir unutib boradi. Shuning uchun yaxshilab tayyorlanish kerak, переживать panika qilish shart emas, tunda yaxshilab uxlash kerak. Miyaga nagrузка berganingiz bilan ham shu imtihonga yetib kelaman degangacha charchab qolasizlar, organizm charchab qoladi. Shuni hozir endi kun issiq, ko'p suv ichinglar, testdan yaxshi o'tish uchun ham baribir sog'liq kerak. Shuning uchun boshingizda miyangizga nagrузка bermang, yaxshilab ovqatlaning o'sha imtihonga kirmasdan oldin. Yaxshi uxlash kerak. Bir kun oldin hech nima bilan shug'ullanmaslik kerak. Shug'ullanmaganda shu daftarni, kitobni ochib yodlash o'zingizga nagrузка qilaverishdan to'g'ri emas. Endi 4 yil o'qidingizku, to'g'rimi? Shularni o'zi yetadi. Biron narsa baribir o'rganib bilasizlar-ku, gapirasizlar, o'rgangansizlar. O'zi shunaqa qilib borsanglar, shu 4 yil davomida o'qigan narsangiz, o'rgangan narsangiz asta-sekin esga tushib boshlaydi. U yerda qanaqa gapirib ketganingizdan o'zingiz bilmay qolasiz. Shuning uchun o'zlaringizni ortiqcha qiynab qo'ymanglar, eng boshiqchisi. Keyin bilmaydigan savolingiz tushib qolsa, boya aytgandek panika qilish shart emas. Любой savolga iqtisodiyotni o'qigan bo'lsangiz javob bera olasizlar. Shunga o'xshagan nimani gapirib boshlasanglar ham izidan o'zlaringiz bilgan narsalarni iqtisodiyot haqida qo'shib ketinglar, lekin shu savolga bog'liq qilgan holda. Shart emas o'sha savolni o'ziga shunaqa aniq javob berish. Eng muhimi o'zlaringizni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Uning uchun boya aytgandek o'zlaringizga lishniy nagrузка bermaslik kerak. Shunaqa, yana qanaqa savollaringiz bor?
Keyin korxona iqtisodiyotida yana bir narsa borda, bu to'g'ri qaror qabul qilish. Qaror qabul qilishda seni ya'ni shunaqa paytlar bo'ladi, qaror qabul qilishing kerak, bitta yechimga kelishing kerak. Bu judayam qiyin narsa. Oddiy ko'ringani bilan birgina seni noto'g'ri qilgan qaroring seni biznesingga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun vaqtida boyayotku vaqt asosiy bu iqtisodiy resurs bo'lib hisoblanadi. O'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilishni ham korxona egasi bilishi kerak. Undan keyin yana bir asosiy narsa, bozorda korxona egasi o'zini tovarini sotish uchun eng birinchi bo'lib endi tovar sifatli bo'lishi kerak deb aytishadi, lekin undan ham eng muhimi bu korxona egasining bozorga moslasha olishi. Ya'ni bozorni nimasi bor? O'zini atmosferasi bor. Shu bozorni o'zini atmosferasiga nima qilish kerak? Vaqtida moslasha olishni bilish kerak. Moslasha olmasa, u o'zini tovarini u yerda sota olmaydi. Tovarni sotish uchun, klientlarni to'plash uchun, yaxshi reklamani yo'lga qo'yish uchun u nima qilish? Eng birinchi bo'lib bozorga moslashishni bilish kerak. Adaptatsiya deb aytiladi-ku. Adaptirovat etishni eplay olishi kerak. Eng kerak narsa shu adaptatsiya. Undan keyin ko'proq anaqa startaplar ko'p hozir. Yangi g'oya, innovatsiya kerak. Korxona egasi shunga harakat qilish kerak. O'zini tovar ishlab chiqaradigan bo'lsa ham, xizmat ko'rsatadigan bo'lsa ham, innovatsion formatda yangi g'oyalarni qo'shgan holda, agarda o'zida yangi g'oya yoki innovatsion bir ko'z qarashi bo'lmasa, shularni ishlab beradigan nimani menejerlarni yoki xodimlarni ishga olish kerak. Xodimlarni ishga olganda ham shunaqa loyihati deb aytishadi-ku, potensiali bormi, yo'qmi, shularga ham alohida e'tibor berish kerak. Ya'ni o'zini atrofiga shunaqa xodimlarni yig'ishi kerak bo'ladi. Chunki korxona egasi qanchalik bilimli, chaqqon bo'lsa ham bir o'zi hech qayerga uzoqqa bora olmaydi, agar yonida shunaqa xodimlari komandasi bo'lmasa. Shuning uchun yaxshi komanda kerak bo'ladi. Endi korxonani korporatsiya degan ham tushuncha bor. Korporatsiya bu korxonani kengaytirilgan ko'lam. Korxona masalan bitta mashina ishlab chiqaradigan bo'lsa, agar korxona korporatsiyaga aylanadigan bo'lsa, mashinani har xil zapchastlari bo'ladi. Masalan, korporatsiyada bu bir necha korxonalarning birlashmasi. Ya'ni bitta korxona mashinani bitta zapchasini ishlab chiqarsa, ikkinchi korxona shu mashinaning boshqa bir ikkinchi zapchasini ishlab chiqaradi. Uchinchi, to'rtinchi va beshinchi korxonalar ham o'z navbatida mashinaning boshqa bir zapchashlarini ishlab chiqarishadi va shu korxonalar hammasi birikkan holda, shu zapchaslarni bir yig'gan holda nima paydo bo'ladi? Mashina, ya'ni bitta tovar paydo bo'ladi. U endi katta korporatsiya deb nomlanadi. Ya'ni kichkina korxonalarning birlashishi bu korporatsiya deb hisoblanadi. Korxona faqatgina bitta mahsulot ishlab chiqarishi mumkin, korporatsiyada bo'lsa har xil mahsulotlar ishlab chiqariladi. Nima uchun? Chunki korporatsiya bu korxonalarning bir necha korxonalarning bir yig'ilgan tashkiloti bo'lib hisoblanadi. Asosan shu korxona iqtisodiyotida ko'proq foyda ko'rishga emas, xarajatlarni tejashga, oz xarajat bilan ko'p foyda topishga harakat qilish hisoblanadi. Savollar bormi? Unda imtihonda omad tilayman. Xudo xohlasa, o'z ko'nglingizdagidek qilib, udachni topshirib chiqasiz. Hammaga omad. Rahmat.